Nimaga aynan akril markerlar ishlatiladi bu albomga degan savolinglarga hozir sizlarga javob beraman. Hozir sizlar bilan suvli flomastер bilan akril markerlarni solishtirib ko'ramiz. Suvli marker bilan bo'yaganinglarda rang yaxshi yotmaydi, raqamlar, chiziqlar yopilmaydi. Akril marker esa bu narsani osonlik bilan uddalaydi. Farqi yaqqol ko'rinib turibdi. Yana bitta ko'p beriladigan savol, bu markerlarim qanchaga yetadi? Mani javobim bu ishlatishinglarga bog'liq. Birinchidan, ikkinchidan bu raskraskaga bog'liq, qanaqa tom olishinglarga bog'liq. Masalan, qora marker eng tez tugaydigan, chunki 100 ta illyustratsiya bo'lsa tominglarda 100 tada obvodka bo'ladi. Obvodka qora rang bo'ladi. Bundan kelib chiqib aytamizki, qora rang eng tez tugaydigan rang hisoblanadi. Keyingisi bu tominglardan kelib chiqib aytaman. Masalan, Prinsessa tom 1, Best of geroinyalar va Girl Power tomlarida prinsessalar 80%, 90% prinsessalar keltirilgani uchun ter ranglari tez tugaydi. Yana bitta klassik seriyasiga bag'ishlangan tom 4 bor. Uning ichida ko'p kartinalarda jigarrang qatnashgan, shuning uchun jigarrang ko'proq ketib qoladi u yoqda. Keyingi savol, akril markerlarni qanday saqlash kerak? Markerni har doim gorizontal holatda, xona haroratidan sal pastroq haroratda ushlashinglar kerak bo'ladi. Chunki gorizontal emas, vertikal holatda saqlasanglar, kraska yo uchiga oqadi yoki orqa tarafiga oqib qotib qolishi mumkin. Ikkinchidan, quyosh nurlari tushmaydigan joyga qo'yish kerak. Agar quyosh nurlari tushsa, qotib qoladi marker. Judayam issiq xonada saqlash mumkin emas. Marker oqib ketadi. Keyingi videoda qurib qolgan yoki oqib ketgan markerlarni qanday tiklashni ko'rsataman. Obuna bo'lib qo'ying.